Real Madrid yangi futbolchi sotib oldi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan bosh efirda Husniddin Xolmatov. E'tibor bering do'stlar, Real Madrid klubi Bournemouth yangi futbolchi sotib oldi. Bu kim deysizmi? Dejan Hudson. Qadrli futbol ishqibozlari, ayog'ingga nimadir botmoqda. Hozir ko'ramiz nima borligini. Yozda ichadigan salqin ichimligi, Mojito ichimligi. Qulupnali ekan. Hozir bir tatib ko'ramizda qadrli futbol ishqibozlari qiziqyapman. Yozda zo'r ketadi bir ichimlik, salqin ichimlik. Biroz tatib ko'ramiz. Ana, ochildi ham. Qadrli futbolchilar mazasini baho beringlar. Mazasiga gap yo'q. Bu ichimlikni iching va sport bilan shug'ullanib, hayotdan zavq oling. Florentino Perez yaxshi ko'rib qoldi va sotib olishni niyat qilganida nihoyat maqsadiga erishdi. Eslatib o'tamiz, shartnoma bu yildan boshlab 2025-yildan boshlab 2030-yilgacha amal qiladi. E'tibor bering do'stlar, Real Madrid klubi 50 million yevroga sotib oldi va 5 yillik shartnoma imzoladi.